gapirganimda, kalsiy bilan vitamin D osteoporozni aynan lеченияsiga kirmaydi. Ya'ni bu preparat mineralniy plotность kostной strukturasi, suyak strukturasini ichiga primoy o'zida-o'zi kirib qolmaydi. Ya'ni vitamin D va kalsiy это просто профилактический preparat, lekin osteoporozni davolamaydi. Osteoporozni davolovchi bir necha preparatlar bor. Bular bisfosfonatlar, Prolia, denosumab, Farsteo degan preparatlar bor. Bular более targetni, ya'ni целенаправленно ana o'sha suyakni zichligini bizga qayta to'liq tiklamasa ham, hatto shu holatini bizga ushlab turadi. Ya'ni sizga hozir qilingan denosumab preparati, ya'ni Prolia preparati 60 mg 6 oyda bir marta qilinadi. Endi 6 oyda bir marta qilinganda, masalan 1 yildan keyin densitometriyani yana qayta qilganimizda, bu 25 va 26 yilgi densitometriyani ikkalasini priznaki bir xilda bo'lsa, это уже победа. Ya'ni bundan yomonlashib ketmasligi ham biz uchun положительный dinamika hisoblanadi. Agar bu holatda yaxshilanib qolsa, unda nur ustiga nur, все прекрасно, все хорошо, preparat yaxshi bizga ishlov bergan. Lekin хотя бы densitometriyada T kriteriya yomonlashib ketmaganligi ham bu juda ham yaxshi holat hisoblanadi. Endi sizda T kriteriya 2.9 va bu T kriteriyani определенный европейский standarti bor, Frax kalkulyator deyiladi. Frax kalkulyatorimizga onlayn расчет, ya'ni sizni rost, vesingiz, qanaqa anamnezingiz hammasi yozilib, keyin десятилетняя вероятность перелома, ya'ni ana o'sha aytib o'tganimdek низкоэнергетический перелом, ya'ni biror yeringizni sindirishligingiz uchun yiqilib tushishingiz shart emas. Xo'p, qarang, u riski перелом bedra sizda hozir 9.2%. Ya'ni bu juda ham высокий перелом shenki bedra. 3% dan yuqori bo'lgan holatda немедленно osteoporozni lечение qilishligimiz shart. Ya'ni Frax sistemasi bizga nimani beradi? Xuddi shu dannelarni urib chiqqanimizda kompyuterga 3% dan kam bo'lsa, u holatda qo'rqmasdan xilmali qilib turamiz, preparatsiz deyishligimiz mumkin. Hozir